Bugun men siz bilan juda muhim mavzuni gaplashaman. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilayotganda, pensiya turini tanlayotganda yoki hujjat topshirayotganda bitta xato sabab har oy 500 ming, 20 million, hatto 2 million so'mgacha pulni yo'qotib qo'yish mumkin. Bu gap qo'rqitish uchun emas, amaliyotda ko'p uchraydigan real holat. Kimdir ish stajini to'liq tasdiqlamagan bo'ladi. Kimdir yuqori maosh olgan yillarini ko'rsatmaydi. Kimdir imtiyozli pensiyaga haqli bo'lsa ham oddiy tartibda chiqib ketadi. Yana kimdir baribir davlat o'zi hisoblaydi deb jim turadi. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'ring. Bu ma'lumot yoshga to'lgan ota-onangizga, o'zingizga, turmush o'rtog'ingizga, harbiy xizmat qilganlarga, zararli ishda ishlaganlarga, nogironligi bor fuqarolarga, o'quvchisini yo'qotgan oilalarga, qisqasi deyarli hammaga tegishli. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bu videoda pensiya jamg'armasida qanday qilib foydali pensiya tanlash, nimalarni tekshirtirish va qanday xatolardan qochish kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Oldin ko'pchilik pensiya masalasiga juda oddiy qarardi. Yoshim yetdi, mehnat daftarcham bor, pensiya jamg'armasiga boraman, ular hisoblaydi. Nima chiqsa shu bo'ladi. Ko'p odamlar o'z huquqini alohida tekshirmasdi. Chunki hujjatlar qog'ozda edi. Ish staji mehnat daftarchasida yuritilardi. Korxonalar arxivida buyruqlar, maosh vedomotlari saqlanardi. Pensiya hisob kitobi ham ko'pincha fuqaro ko'ziga ko'rinmas tarzda amalga oshirilardi. Hozir vaziyat boshqacha. Bir tomondan raqamlashtirish kuchaydi. Ayrim ma'lumotlar elektron bazalarda ko'rinadi. Ish beruvchilar soliq hisobotlari orqali ish haqi va bandlik ma'lumotlarini yuboradi. Davlat xizmatlari markazlari, MyTokagov, uz pensiya jamg'armasi bo'limlari orqali ma'lumot olish imkoniyati bor. Bu qulaylik. Lekin ikkinchi tomondan xatolar ham ko'p. Eski yillardagi ish staji elektron bazada bo'lmasligi mumkin. Korxona tugatilgan bo'lishi mumkin. Mehnat daftarchasida muhr noaniq tushgan bo'lishi mumkin. Familiya almashgan, tug'ilgan sana noto'g'ri yozilgan, buyruq raqami tushib qolgan, ishga kirgan yoki ishdan bo'shagan sana mos kelmagan bo'lishi mumkin. Eng muhim joyi. Sizning pensiyangizni hisoblashda qaysi davrdagi ish haqi olinishi, qaysi staj tan olinishi, qaysi pensiya turi qo'llanishi juda katta farq qiladi. Mana shu yerda har oy 2 million yo'qotmaslik siri degan gap paydo bo'ladi. Sir degani yashirin sxema emas. Sir shuki, pensiya tayinlashdan oldin hujjatlaringizni tayyorlab, stajni to'liq tasdiqlab, ish haqining foydali davrlarini ko'rsatib, o'zingizga mos pensiya turini tanlab, pensiya jamg'armasidan qayta hisob kitobni asosli talab qilish kerak. Ko'pchilik mana shu oddiy, lekin juda muhim ishlarni qilmaydi. Asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olish kerak va kim xavotir olmasa ham bo'ladi. Birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa. Pensiya bir xil narsa emas. Odatda fuqarolar pensiya deganda faqat yoshga doir pensiyani tushunadi. Aslida yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi, imtiyozli shartlarda pensiya, ayrim toifalar uchun alohida tartibdagi pensiyalar bo'lishi mumkin. Har birining sharti, staj talabi, hujjati va hisoblash usuli bir-biridan farq qiladi. Masalan, oddiy yoshga doir pensiyada asosiy masalalar: yosh ish staji, sug'urta badallari yoki rasmiy daromad, ish haqi miqdori. Lekin imtiyozli pensiyada yana ish joyining xususiyati muhim bo'ladi. Zararli, og'ir, maxsus sharoitdagi ishlar, ayrim tarmoqlar, ayrim lavozimlar bo'yicha avvalroq pensiyaga chiqish yoki boshqacha hisoblash huquqi bo'lishi mumkin. Buni odamlar ko'pincha bilmaydi. Kimlar albatta xavotir olish va hujjatlarni chuqur tekshirish kerak. Birinchidan, bir nechta korxonada ishlaganlar. Masalan, 1998 yilda zavodda ishlagan, 1995 yilda kolxozda, 2002 yilda xususiy firmada, 2010 yildan boshqa tashkilotda ishlagan fuqaroning hujjatlarida uzilish bo'lish ehtimoli yuqori. Ikkinchidan, korxonasi yopilgan yoki nomi o'zgargan odamlar. Uchinchidan, mehnat daftarchasida yozuvlar noaniq bo'lganlar. To'rtinchidan, chet elda ishlaganlar yoki uzoq vaqt rasmiy ishlamaganlar. Beshinchidan, zararli yoki og'ir sharoitda ishlaganlar. Oltinchidan, ayollar, ayniqsa farzand parvarishi bilan bog'liq davrlari borlar. Yettinchidan, nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha hujjat topshirayotgan oilalar. Birinchi misol. Akmal aka 6000 yoshga to'ldi va pensiya tayinlash uchun murojaat qildi. Mehnat daftarchasida 32 yil ish staji bor deb o'ylaydi. Lekin pensiya jamg'armasi tekshiruvida 26 yilni tan oldi. Chunki 1902 yildan 1998 yilgacha ishlagan korxona yozuvlarida muhr noaniq,
arxiv ma'lumotnomasi yo'q. Akmal aka nima bo'lsa bo'ldi desa, pensiyasi kamroq chiqadi. Agar u arxivdan ishga qabul qilish buyrug'i, ishdan bo'shatish buyrug'i, maosh vedomosti yoki korxona huquqiy vorisi bergan ma'lumotnomani topsa, 6 yil staj qo'shilishi mumkin. 6 yil staj bu faqat qog'ozdagi raqam emas. Bu pensiya koeffitsiyentiga, qo'shimcha ustamalarga, umumiy hisob-kitobga ta'sir qiladi. Natijada har oy bir necha 100 ming so'mdan 1 million so'mgacha farq bo'lishi mumkin. Ikkinchi misol, Dilbar opa ko'p yil maktabda ishlagan, keyin xususiy o'quv markazida dars bergan. Keyin yana davlat tashkilotiga qaytgan. U pensiya yoshiga yaqinlashganda faqat oxirgi ish joyidan ma'lumotnoma oldi. Lekin uning eng yuqori rasmiy oyligi aynan xususiy o'quv markazida bo'lgan. Agar pensiya hisobida past oylik davrlari asos qilib olinsa, pensiya kam chiqadi. Agar Dilbar opa o'zining yuqori daromad olgan davrlarni tasdiqlovchi hujjatlarni to'plasa, hisob-kitob foydaliroq bo'lishi mumkin. Mana shu yerda qaysi yillarni ko'rsatish juda muhim. Uchinchi misol. Rustam aka 20 yil oddiy ishchi bo'lgan, keyin 12 yil zararli sharoitdagi sexda ishlagan. U o'zini oddiy yoshga doir pensiyaga tayyorlab yurgan. Lekin aslida ayrim zararli ishlar bo'yicha imtiyozli pensiya huquqi bo'lishi mumkin. Bu huquq avtomatik tarzda har doim ham chiqavermaydi. Lavozim nomi ro'yxatga mosmi? Ish joyi attestatsiyadan o'tganmi? Ish sharoiti tasdiqlanganmi? Bularni tekshirish kerak. Agar Rustam aka shunchaki yoshim yetganda boraman desa, bir necha yil avvalroq pensiyaga chiqish imkoniyatini bo'y berishi mumkin. Bu esa har oy olinadigan pulni emas, butun bir necha yillik pensiya davrini yo'qotish degani. 4-misol. Nodira opa turmush o'rtog'ini yo'qotgan. Uyda voyaga yetmagan farzand bor. U faqat nafaqa haqida eshitgan. Lekin boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki tegishli ijtimoiy to'lovlar bo'yicha aniq so'ramagan. Bunday vaziyatda marhumning ish staji, rasmiy daromadi, farzandlarining yoshi, o'qish holati, oila tarkibi ahamiyatga ega. To'g'ri hujjat topshirilsa, oila har oy barqaror to'lov olishi mumkin. Noto'g'ri yoki kech murojaat qilinsa, vaqt va pul yo'qotiladi. 5-misol. Bir fuqaro 15 yil rasmiy ishlagan, keyin 10 yil kelishib naqd pulga ishlagan. U pensiyaga yaqinlashganda, men oxir 25 yil ishladim deydi. Lekin pensiya uchun faqat og'zaki ishlaganingiz emas, rasmiy tasdiqlangan staj va daromad muhim. Shu sabab men har doim yosh tomoshabinlarga ham aytaman. Bugungi konvertdagi oylik ertangi pensiyangizni yemiradi. Ish beruvchi siz uchun rasmiy soliq va ijtimoiy to'lovlarni ko'rsatmasa, sizning kelajakdagi pensiya bazangiz past bo'ladi. Kim xavotir olmasa ham bo'ladi. Agar sizning barcha ish yillaringiz elektron bazada to'liq ko'rinsa, mehnat daftarchangizdagi yozuvlar aniq bo'lsa, ish joylaringiz faol yoki hujjatlari arxivda saqlangan bo'lsa, rasmiy oyligingiz muntazam ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya turi bo'yicha bahs holatingiz bo'lmasa, xavotir kamroq. Lekin baribir tekshirish shart. Chunki bitta noto'g'ri sana ham umumiy stajga ta'sir qilishi mumkin. Eng katta tuzoq. Pensiya jamg'armasi o'zi hammasini topadi deb o'ylash. Ha, davlat organlarida ma'lumotlar bor, lekin eski davr hujjatlari, arxiv yozuvlari tugatilgan korxonalar ma'lumotlari har doim ham tizimda tayyor turmaydi. Fuqaro o'z manfaatini o'zi himoya qilishi kerak. Men ekspert sifatida shuni aytaman. Pensiya tayinlashda passiv odam ko'pincha kamroq oladi. Faol odam esa o'z huquqini to'liqroq tiklaydi. Ikkinchi tuzoq. Mehnat daftarchasiga haddan tashqari ishonish. Mehnat daftarchasi juda muhim hujjat, lekin undagi har bir yozuv ideal bo'lmasa, qo'shimcha tasdiq talab qilinishi mumkin. Masalan, ishga qabul qilish yozuvi bor, lekin ishdan bo'shash yozuvi yo'q. Yoki korxona nomi qisqartma bilan yozilgan, muhr esa o'qilmaydi. Yoki lavozim nomi ro'yxatdagi lavozimdan farq qiladi. Bunday holatda arxiv ma'lumotnomasi, buyruq nusxasi, ish haqi ma'lumotnomasi juda muhim bo'ladi. Uchinchi tuzoq yuqori oylik olgan davrlarni unutish. Pensiya hisobida ish haqi muhim bo'lgani uchun siz qaysi yillarda ko'proq rasmiy maosh olganman degan savolni oldindan berishingiz kerak. Ba'zan odam oxirgi ish joyidan hujjat olib keladi, lekin oldingi ish joyida 2 barobar ko'p rasmiy oylik olgan bo'ladi. Natijada hisob-kitob past bazadan ketadi. Shuning uchun pensiyaga chiqishdan avval butun mehnat tarixingizni stolga yo'yib, yillar bo'yicha tahlil qilish kerak. 4-nozik jihat, imtiyozli lavozim nomi. Masalan, fuqaro amalda zararli sexda ishlagan bo'lishi mumkin. Lekin mehnat daftarchasida lavozimi umumiy nom bilan yozilgan. Ishchi, operator, usta degan yozuvning o'zi yetmasligi mumkin. Qaysi ishlab chiqarish, qaysi uskuna, qaysi sharoit, qaysi ro'yxatga mos kelishi
hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Agar lavozim nomi noto'g'ri yuritilgan bo'lsa, keyin imtiyozli pensiya olish qiyinlashadi. 5-chi nozik jihat ayollarning bola parvarishi davrlari. Ayrim davrlar stajga qo'shilishi yoki alohida tartibda hisobga olinishi mumkin. Lekin buning uchun tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lsa, ish joyi buyruqlari talab qilinadi. Ayol kishi turmushga chiqqandan keyin familiyasi o'zgargan bo'lsa, eski hujjatlardagi familiya bilan hozirgi pasportdagi familiyani bog'lab beruvchi nikoh guvohnomasi juda muhim. 6-chi nozik jihat qayta hisoblash huquqi. Ba'zi odamlar pensiya tayinlangandan keyin endi hech narsa o'zgarmaydi deb o'ylaydi. Aslida ayrim holatlarda qo'shimcha hujjat topilsa, staj tasdiqlansa, ish haqi ma'lumotlari aniqlansa, qonunchilikdagi tegishli asoslar bo'lsa, qayta hisoblashni so'rash mumkin. Bu har doim ham pensiyani oshiradi degani emas, lekin tekshirtirish huquqingiz bor. Ayniqsa pensiya tayinlanganda shoshilgan, hujjatlari to'liq bo'lmagan yoki arxivdan keyinroq ma'lumot topgan fuqarolar bu imkoniyatni bilishi kerak. 7-tuzoq og'zaki javob bilan cheklanib qolish. Siz pensiya jamg'armasiga borib, sizga bu staj o'tmaydi degan gapni eshitdingiz deylik. Men bunday vaziyatda doim aytaman, og'zaki javob yetarli emas. Rasmiy arz bering, yozma javob oling. Nima uchun rad etildi? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi norma asos bo'ldi? Buni yozma shaklida ko'ring. Shunda siz keyin arxivga, yuqori tashkilotga yoki zarur bo'lsa sudga murojaat qilishingiz oson bo'ladi. 8-chi nozik jihat pensiya turi tanlovi. Ba'zi holatlarda fuqaro bir nechta to'lov yoki pensiya turiga yaqin bo'lishi mumkin. Masalan, nogironlik pensiyasi, yoshga doir pensiya, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lovlar yoki boshqa ijtimoiy yordamlar o'rtasida amaliy farq bo'ladi. Har doim ham eng tez tayinlanadigan variant eng foydali bo'lavermaydi. Men tomoshabinlarga shuni maslahat beraman. Agar sizda bir nechta asos bo'lsa, menga qaysi biri ko'proq foydali bo'ladi deb alohida so'rang va hisob kitobni solishtiring. Birinchi qadam, mehnat tarixingizni yozib chiqing. Oddiy daftar oling yoki telefonda jadval tuzing. Qaysi yildan qaysi yilgacha, qaysi korxonada, qaysi lavozimda ishlagansiz? Rasmiy oylik bo'lganmi? Korxona hozir bormi? Hujjatingiz bormi? Shularni yozing. Bu ish 1 soat vaqt oladi. Lekin sizga yuzlab, ming yoki millionlab so'm foyda keltirishi mumkin. Ikkinchi qadam, hujjatlarni yig'ing. Pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi. Familiya o'zgargan bo'lsa tasdiqlovchi hujjatlar, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, ish joylaridan ma'lumotnomalar, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi to'g'risidagi hujjatlar. Nogironlik bo'yicha TM yoki tegishli tibbiy hujjatlar, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha o'lim guvohnomasi va oila tarkibi hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. Har bir holatda ro'yxat farq qiladi, lekin asosiy mantiq shu. Yosh, staj, daromad, huquqiy asos tasdiqlanishi kerak. 3-qadam, elektron ma'lumotlaringizni tekshiring. Myko'guz orqali davlat xizmatlari markazi orqali yoki pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, sizning ish stajingiz va daromadlaringiz bo'yicha tizimda nima ko'rinayotganini so'rang. Agar biror davr ko'rinmasa, darhol o'sha davr bo'yicha hujjat izlang. Pensiyaga bir oy qolganda emas, kamida 1 yil oldin boshlagan yaxshi. 65 yoshga yaqinlashayotgan ayollar, 60 yoshga yaqinlashayotgan erkaklar, imtiyozli pensiya ehtimoli borlar bundan ham oldinroq tekshirishi kerak. 4-qadam, arxivga murojaat qiling. Korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari tuman. Shahar yoki viloyat arxiviga topshirilgan bo'lishi mumkin. Arxivga ariza yozayotganda aniq ma'lumot bering. Ism, familiya, o'sha paytdagi familiya, tug'ilgan sana, korxona nomi, taxminiy ishlagan yillar, lavozim, bo'lim yoki sex nomi. Men falon yildan, falon yilgacha ishlagan davrimni tasdiqlovchi, ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari, ish haqi ma'lumotlari bo'yicha arxiv ma'lumotnomasi berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. 5-qadam. Pensiya jamg'armasiga ariza bilan murojaat qiling. Faqat og'zaki so'rash bilan cheklanmay, rasmiy ariza topshiring. Arizada menga pensiya tayinlashda barcha ish stajlarimni, ish haqi ma'lumotlarimni va mavjud imtiyozli asoslarni hisobga olgan holda hisob kitob qilishni so'rayman deb yozing. Agar imtiyozli ish bo'lsa, alohida ko'rsating. Falon korxonada, falon lavozimda, falon yillar ishlaganim bo'yicha imtiyozli pensiya huquqimni tekshirib berishingizni so'rayman. 6-qadam. Hisob kitobni so'rang va solishtiring. Sizga pensiya miqdori aytilganda, qaysi stajlar hisobga olindi, qaysi davrlar olinmadi, qaysi ish haqi davri asos bo'ldi deb so'rang.
Agar siz kutganingizdan ancha past pensiya chiqsa, darhol demak shu ekan deb qabul qilmang. Sababini aniqlang. Ko'p hollarda past pensiya sababi bitta bo'ladi. Staj to'liq tasdiqlanmagan yoki yuqori ish haqi davrlari kiritilmagan. 7-qadam pensiya tayinlangandan keyin ham nazorat qiling. Bank kartangizga pul tushayotganini, miqdori o'zgargan o'zgarmaganini, indeksatsiya yoki oshirishlar qo'llanganini kuzating. Agar qonunchilik bo'yicha oshirish bo'lsa-yu, sizda o'zgarish bo'lmasa, pensiya jamg'armasidan tushuntirish so'rang. Har oy 7 ming so'm kam tushsa ham 1 yilda 20 million 200 ming so'm bo'ladi. Har oy 2 million kam hisoblangan bo'lsa, 1 yilda 24 million so'm yo'qotish degani. 8-qadam mutaxassis bilan maslahat qiling. Agar hujjatlar chalkash, arxiv topilmayapti, imtiyozli pensiya bo'yicha bahs bor, rad javobi keldi yoki pensiya miqdori juda past chiqdi deb o'ylasangiz, tajribali yurist, pensiya masalalari bo'yicha mutaxassis yoki rasmiy maslahatchi bilan maslahatlashishdan tortinmang. Ba'zan bitta to'g'ri yozilgan ariza yoki bitta topilgan arxiv ma'lumotnomasi butun hisob-kitobni o'zgartirib yuboradi. Endi men sizga oddiy nazorat ro'yxatini aytaman. Birinchi savol: barcha ish joylarim ro'yxatda bormi? Ikkinchi savol: har bir ish joyi bo'yicha kirish va chiqish sanalari aniqmi? Uchinchi savol: qaysi yillarda eng yuqori rasmiy oylik olganman? To'rtinchi savol: zararli, og'ir yoki imtiyozli ishda ishlaganmanmi? Beshinchi savol: familiyam, tug'ilgan sanam, hujjatlardagi ismim bir xilmi? Oltinchi savol: korxonam yopilgan bo'lsa, arxivdan ma'lumot oldimmi? Yettinchi savol: pensiya jamg'armasidan yozma javob oldimmi? 8-savol: pensiya turi bo'yicha menga eng foydali variant tanlandimi? Agar shu savollarning kamida bittasiga bilmayman deb javob bersangiz, demak sizda pul yo'qotish xavfi bor. Bu uyat emas, bu oddiy huquqiy ehtiyotkorlik. Biz telefon sotib olayotganda narxini solishtiramiz, uyga ta'mir qilayotganda ustani tekshiramiz, kredit olayotganda foizini so'raymiz. Pensiya esa ko'pincha umr bo'yi olinadigan to'lov. Shunday ekan, uni tekshirmaslik eng katta xato. Bugun men sizga pensiya jamg'armasida jim turmaslik, hujjatlarni oldindan tayyorlash, staj va ish haqini tekshirtirish, imtiyozli huquqlarni aniqlash va o'zingizga foydali pensiya turini tanlash nega muhimligini tushuntirdim. Har oy 2 million so'm yo'qotmaslikning siri murakkab emas. Hujjatni to'liq yig'ing, og'zaki javob bilan cheklanmang. Yozma murojaat qiling, hisob-kitobni so'rang va shubhali joylarni qayta tekshirtiring. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiyaga chiqish arafasida bo'lsa, bu videoni ularga yuboring. Izohlarda yozing. Sizda pensiya hisob-kitobi bilan muammo bo'lganmi? Qaysi stajingiz tan olinmagan? Qaysi hujjatni topishda qiynalgansiz? Men izohlarni o'qib, keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Chunki keyingi videolarda pensiya, nafaqa, staj, imtiyozlar va davlat to'lovlari bo'yicha yana juda foydali amaliy ma'lumotlarni berishda davom etaman.